Hasad. Hasad deb bir odamga Janobi Haq tarafdan berilgan ne'mat va da'vatning zavolini tiklamakni aytilur. G'iybat, bo'xton, so'zayi kabi yomon xulqlilar hasaddan tug'ilur. Hasad ahlini zimmalarning eng zararlisidir. Janobi Haq Qur'oni Karimda va min sharri hasidin iza hasad deb hadisning shariatdan o'ziga sig'inmoqni amr etmishdir. Ulamolar hasadni otashga o'xshatmishlar. Otash o'zidan o'zi yonib kul bo'lgani kabi hasadlarning jasadi hasad o'ti ila erib mahv va barbod bo'lur demishlar. Hasadning yomonligining sababi Alloh taologa qarshi e'tiroz o'ldig'oni kabi, zero hasadning falonchining mol va davlati, izzat va saodati menda bo'lsa rohat va safoni men sursam edi. Zamindagi hayoti xarsonasi Janob Haqning o'lchab berilgan rizqiga qanoatsizligining nishonasidandir. Holbuki Janob Haq bir ne'matni birovga abs va bekorga inson qilmaydir. Buning sir va hikmati o'zining ilmi azaliyasiga ma'lum shaylanadir. Banda hasad qilgani ila yo'q yordam qilgani ila hasad qilgani ila yo'q yordami qilgani ila bor qolmasdir. Alhosil hasud doimo yas va hasrat o'rtasida umrguzaronlik qilur. Qancha mol va dunyoga moyillik bo'lsa ham hasaddan farog'at va rohat yuzni ko'rmasdan dunyodan ketar. Rasuli Akram Nabiy muhtaram sallallohu alayhi vasallam afandimiz mo'min g'ibta qilur, munofiq esa hasad qilur demishlar. G'ibta deb bir odamning daraja va molining zavolini orzu qilmay, koshki men ham shunday bo'lsam edi orzusida bo'lmoqni aytilur. G'ibta esa mazmun emas, muduh bir sifatdir. Inson dunyoda yaxshi ishlarga g'ibta qilib, o'rnak olib o'zini saodat, adabiyatga erishtirur. Hazrati Ali: hasad hodisaning adovatdan, kibr va shaqovatdan paydo bo'ladigan axloqi zaminidir. Shuning uchun hasad doimo azobi ruhoniy ichidan yashar. Bir kishining saodatini ko'rgan zamon hasad otashga yonar. Hasadga mudom qattiq jazo bo'lurmi demishlar. Suqrot Hakim: hasadchi kishi bir on va bir zamon rohat va farog'at yuzini ko'rmas. Dunyoda qancha mehnat va musibat bo'lsa, barchasi ul bechorani o'rab olmishdir demish. Arastu Hakim: dunyoda hammadan hodisaning yuki og'irdir. Chunki ul bechora butun dunyoni shod va masrur odamlarning qayg'ularini o'z ustiga yuklab olishdir demish. Rasuli Akram Nabiy muhtaram sallallohu vasallam afandimiz hasad qiluvchilar o'z yurtukchilarning g'ibatidan xabar beruvchilar mendan va men ham ulardan emasman demishlar. Bayt: butun bo'lmas husniding parchanoni, kuyar hodisaning doim jismu joni. Hasadchi xor faqir o'lsin va yo boy, hasad norilay yongay ustixoni. Ochar doim kulib maqsudiga hosid, chiqar tanamizdan aziz ruhi ravoni.